Maykl Jeksonning sobiq advokati uning o'limi sababini fosh qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Pop musiqasi qiroli Maykl Jeksonning sobiq advokati Brian Axmanning so'zlariga ko'ra, afsonaviy qo'shiqchining vafotiga sud jarayonlari sabab bo'lgan. Tergov ishlari uzoq davom etgan va xonandaning ruhiyatiga og'ir ta'sir qilgan. Oqibatda Jeksonning ruhiy holati izdan chiqqan. Bu haqda advokat Radar onlayn nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi. Maykl kechalari har zamon qo'ng'iroq qilaverar edi. U doim bitta savolni berardi: nega? Axir men ularga yaxshilik qilgan edim-ku. Nega endi ular menga qarshi yolg'on to'qishyapti? U bunday fitnani ko'ngliga sig'dira olmasdi. Bunday savollar unga so'nggi yillarda hech tinchlik bermadi va o'limigacha ta'qib qilib keldi, dedi Oksman. Maykl Jekson hayotining so'nggi yillarida bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlikda ayblangan va bir necha marta sud qilinib, yakunda oqlangan edi. Biroq jamiyatdagi bosim, ijtimoiy tarmoq va ommaviy axborot vositalaridagi cheksiz taxminlar, shuningdek so'rovlar natijasida amerikaliklarning katta qismi, taxminan 80% uni aybdor deb hisoblashi Jekson uchun ruhiy zarba bo'lgan. Men san'atkorman, men doim odamlar muhabbatiga muhtojman, ammo ularning 80% meni jinoyatchi deb bilsa, endi qanday yashayman, degan edi Jekson advokatiga. Ma'lumki, Maykl 2009-yil 25-iyun kuni Los-Anjelesdagi uyida vafot etgan. Tibbiy ekspertiza uning o'limiga og'riq qoldiruvchi kuchli dori propofol va boshqa preparatlarning biriktirilganligi nojo'ya ta'siri sabab bo'lganini aniqlagan. O'sha kuni ertalab uning shifokori Konrad Murrey Jeksonga propofol inyeksiyasini qilgan va xonandani yolg'iz qoldirgan. 2011-yil noyabrda Murrey ehtiyotsizlik tufayli qasddan bo'lmagan qotillikda aybdor deb topilgan, 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. U 2013-yilda muddatidan oldin qamoqdan chiqarilgan. Maykl amerikalik qo'shiqchi, raqqos, bastakor va prodyuser, zamonaviy pop musiqasining eng yirik namoyandalaridan biri. U 5 yoshidan ekranlarga chiqa boshlagan va The Jackson 5 guruh tarkibida tanilgan. Uni hanuz pop qiroli deb atab kelishadi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.